Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga bo'g'im og'riqlarini qoldiruvchi bir nechta ajoyib xalq tabobatida keng qo'llaniladigan tavsiyalarni aytib o'tamiz. Albatta, qaysidir biridan foydalansangiz sizga foyda beradi. Demak, piyoz. 3 ta katta piyozni maydalab, 1 litr suvda qaynatib, ertalab va uyquga yotish oldidan 1 stakandan ichiladi. Maydalangan piyozni og'riyotgan joyga 20-30 minutdan 2-3 marta qo'yish kerak. Kartoshka. Qizil kartoshkani mayda tishli qirg'ichdan chiqarib, og'riyotgan joyga qo'yib, issiq qilib bog'lab olish kerak. Chumoli moyi. Chumoli moyining 4 osh qoshigiga 1 osh qoshiq bodom moyi aralashtirib, 20 kun davomida iliq joyda saqlanadi. Vaqt o'tgach, og'riyotgan bo'g'imlarga yotishdan avval suriladi. Turib. 3 hissa turib shirasiga 2 hissa asal va 1 hissa tibbiy spirtning 70% bilan aralashtiriladi. Keyin ushbu malham bilan badanga yengil harakat bilan suritiladi. Muolajani kechqurun yotishdan oldin amalga oshirish kerak. Shunda samarasi tezroq bilinadi. Bu malhamni shisha idishda saqlash tavsiya etiladi. Azizlar, albatta bulardan biridan foydalanib ko'rishga harakat qiling. Albatta og'riqlar qoladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.